Assalomu alaykum. Ishingiz bitmaydi. Yo'llaringiz hech ochilmaydi. Eshiklar javlatadi. Palanchilarni, bo'kinchilarni kabinetiga kira olmaytasizmi? Qo'l qo'ydira olmaytasizmi? O'chirib kutib. Shunday ajib bir narsa bor ekan. Imom G'azzoliy rahimahulloh o'zini Futuhatul Qur'onda shunday oyatni keltirgan ekanda. Bu boshimdan o'tgan, sinovdan o'tgan deb aytgan ekan. Al qaysi oyat desangizlar, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna fatahna laka fathan mubina degan oyat. Fath surasida. Inna fatahna laka fathan mubina. Ushul oyatni 70 jo'li chin yurakdan degan o'qiy turgan bo'lsangiz, eshiklaringiz ochiladi, yo'llar ochiladi, problemalar ko'tariladi buyursa. Ushul videoni o'zingizning yaqinlaringizga problemalarni tugab aytgan, işte o'xshab aytgan, bizneslari orqaga ketayotgan tuganlaringizga jo'natib qo'yamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.